Aleykümselam. Limonchi kechikib kelib qolmaysa, seni saqlab tomog'imni bertamdiqa. Ko'rmasmi? Uyga yurib opamning aytgan tomog'idan ozroq yeb keldim degan adash. Opamning aytgan tomog'ini yemisam, ko'ngil yerim bo'lib qoldi. O'zimni ko'nab qopdimi? Haras adash. Atigan opamga telefon qilib, ahvol so'rab bax xush qilib yetibsa, yana bir rahmatchima sana. Arzmaydi adash. 2 kunda bir telefon qilib o'zimni ko'nab qopdiman degina. Xuddi o'zimning opasi bilan so'zlashgandek bo'lganman. Rahmatli opam hayot bo'lgan bo'lsa, men sana o'xshash vafodorligimni yetkazib olgan bo'lsam degina. Odam degan xomsutamgan bandikan adash. Bu vaqtida qadrga yetmaydi ekanmiz. Ketgandan keyin pushaymon qildi ekanmiz. Nima nimish qilib beraldim degina adash. Sen chiq yaxshi adash. Kunda yo'qlaysa, holiga yetsa, bu jihatda biz sening qulog'ing sumu qo'yib bermaymiz juma. To'xtanglar. Bu sizlar nimalar deyishyapsizlar? Bular bishim tushunamanmi men? Sen tushuntirib qo'y adash. Ha menday. Asli bu mundaq gap adash. Ha. Biz kichikimizda dadam yoshlik tugab ketgan. Opam bo'lsa dehqon. Ayni vaqtda urug' tuqqanlar, qo'lim qo'shnilar opamga nasihat qilib, bolalarni o'qitaman demay, eriq ishlarga selam. Dehqon deganning bolasi yana shu dehqon bo'ladi desa, g'ayratli opam singlim ikkimizni o'qitib, xizmatga chiqardi. Undan keyin bizmi uylik o'choqliq bo'ldik. Shuning bilan singlim ikkimiz maslahat qilib, opamni yenimizga akib oldik. Uning ustiga opam hozir yolg'iz degina. Opamning bizdan boshqa yana nima xo'shaligi bor deysa, kunduzi xizmatda biz uyda yo'q. Bechora opam yolg'iz qoldi degina. Hozir yashanganlardagi devangni kesdim shu yolg'izlikdan kelib chiqyapmamdi. Shuni azroq vaqtim chiqsalar opamga telefon qilib turma. Bir kunda bir vaqt bo'lsa dikkida uyga yurib tomog'ini yeb kelma. Uning ustiga salomdakmishlar yaqin og'inamga telefon qilg'izib ahvol so'rtib turma. Buni o'zim bilmas kisilib olaman. Kechda uyga qaytgan chig'imda bechora opam, "Voy bolam, u do'sting telefon qilibdi, bu do'sting telefon qilibdi" deb shunday ko'ngillik mungdishib olamiz. Cho'nglar bizga tabarik emasmi? Bu yig'ib aytganda hammasi ko'ngil masalasi degina. Bu vaqtida qadriga yetmayotganmiz. Ketgandan keyin tuproqqa beshimizni qo'yib, ming pushaymon qilgan bekor ekan. Yigitdek qilding adash. Menmi opam bu vaqtda qadrigini bilmabdi ekanman. Ketgandan keyin shunchalik pushaymon qildim-ku. Men aldirash degan mushu og'zimga nechini urasam o'rni kamidi-ku adash. Undaq deb ketma jinim adash. Bo'ldi. Çay içili adaş bir kaç yıklat salganda qilma. Hani ver. Oy. Bundan öyle ketdi adaş bak. Bo'ldi ya? Bak minut. Rahmat sana adaş. Ben sana o'xshashlar Canbuz anlamak bolası. Lekin sen qilgandan undan birini qilmoqni. Opam hozir tomoq etib Üydümünü saxlab o'tirdi. Bir gün bo'lsin boray adaş. Bu cho'nglar yinildimi ekan? Ha. Unda bo'lsa sen yining bojimi biz qachon telefon qilib ko'rishib olsak bo'ldi, qarashib olaymiz. Biz ba'larda bizga mehmon emasmi adash? Ba. Hozirlan ba'da olsa. Ma'qul adashim. Bo'ldi. Buni ko'rishamiz. Bo'ldi. Ma'qul demamiz. Bo'ldi. Canım ana, bir uyda turib seni her günü yolg'iz qo'yibotdim. Gohida menga tilmirib qarab ketsan. Lekin bir qitimmi holing nechuk deb so'ramabdim. Kechlari ayolim balam bilan televizor ko'ribdiman. Telefon o'ynab o'tiribdiman o bir qitim yeniga kirib, "Nemish qilyapsan ana?" deb holingni so'ramabdim. Tasaddibiy uyga telefon urib qolganimda telefonni sa'ib qolsang ayolimga bergina yo balamga ber deb sening ko'nglingni ayashdim unutibdiman. Netchirat yurtga bog'im keldi desang, nima bor o sahroda bo'ldi qila deb gapimni shig'iga uribdiman. Ayolimga
balamga necha rat sovuq atdiman. Bir haqiqatmi onam qo'limga qarab qolarmi deganni o'ylamabdiman. Mendan dilim qanchalik ranjigandi ha ana. Anvarmi aldirab mangdi. İdarimizni savoqsiz vafodor yigitni yana birisi ko'paydi-da. Ha, bir vaqtda. Anvar bilan men bir ishxonada. Men telefon qilgan anida yana birisi ko'paydi degan gap. Shu. Ko'zdan ayirgan Xudoyim hasidan ayirmabdi deb, üzümning anasidan ayrilgan bilan atrofimda anamga o'xshash past sifat analar yana nurg'un turibdi qadash mana. To'g'ri deding adash. Bizmi telefon o'ynab vaqtimizni isrof qilgandan ko'ra, shu vaqtning ichida ota-onalar telefon qilib, paranglashib tursak, mungdishib tursak, million hashtag topolmaydigan savobga erishalaymiz juma adash. Rost deding adash. Hey, senmi ozroq vaqtimni chiqarsan. Men ozroq vaqtimni chiqarib, Anvarning opasi yindi bo'lgandan keyin birga yo'qlab kelmamdoq. To'g'ri deding adash. Men Roziq opam bilan telefonda ko'rishib yemay, aytlik sinuvigim bor men juma. Bo'ldi adash, bo'ldi. Opam seni ko'z qancha xushab ketdi. Salom bolam meni yo'qlab kelibdi deb, necha kun ig'izdan tushamaydigan bo'ldi-da. Opa, Ha bolam. ben qaytib keldim opa. Voy, do'stlarim bilan tamoq yeyman, tushdik kelmayman deyaptim. Sizning aytgan tomoqingizni yegim kelib qaytib keldim jinim opa. Yaxshi o'pdi, yaxshi o'pdi. Assalomu alaykum. Ha, men shu. Qanday ahvolingiz bolam? Rahmat. Hozir Anvarjon uyga tamoq yegili kelib ekandik. Sizlar birlik kelsanglarchi, birga tamoq yeb ketatdinglar. Ma'qul. Rahmat bolam, rahmat. Vaqtinglar yetsa, chiqim kelinglarjimi? Xo'sh. Kimga opa? Sening og'inang Abdulmut bilan Abdusalom ikkisi mendan ahvol so'rab telefon qildi. Opa. Bolam. Kelib o'tiring. Opa, siz bilan maslahatingizga ish bordi. Men hat idoradan ruxsat olsam, ikkimiz jutqi bir berib bersak bo'pti-ku. Bolam sen oldirash bo'lsam. Opa, bu xizmat degandan qis tugmaydigan ishga. Uzun bo'ldi. Sizning jutqi bag'im keldi desangiz, men ancha ko'nglishmabman opa. Bo'ldi. Atma ruxsat olay. Atganda yo'lga chiqayli. Ma'qul. Aras opa, tamoq etdingizmi? Qo'sqinbek ichib ketdi jinim opa. Voy tamoq etdim bolam. Hozir sanlar men sep chiqay. Ma'qul.